Do'stlar, anjirni zo'ridan yetishtirib qo'yganmiz. Xudo xolasa ko'rib turganlaring qora anjir, sariq anjir. Bu yerda mana 1 yoshda, ko'chatimiz 1 yoshda mevani qilganini qaranglar mana. Xudo xolasa 1-yoshdan mevaga kirgan. Uje keyingi yilidan hammasidan meva olaverasizlar. Sariq anjirda ham eng buqasidan xudo xolasa. Bargini ko'ryapsizlarmi? Mevasi ham o'ta ham yirik bo'ladi xonada. Bu taraflarni ham ko'rsatingda mana, kamerangizni olib kelavering. Mana do'stlar, har bitta qora anjirimiz hozircha mevaga kirgan. Xudo xolasa mana. Ko'ringlar mevalarini. 1 yoshda bu daraxtimiz, bo'yi 2 metr. Ko'chatdan xarid qilmoqchi bo'lsanglar, pastda nomer qo'ygizdiramiz. Mana bu taraflarni olib keling. Mana do'stlar, ko'ringlar mevalarni qaranglar. Qora anjirda ham eng zo'ridan mana shunisi. Xudo xolasa do'stlar, xarid qilsanglar ko'chatlaridan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 5000 dona ekilgan. Ko'piga zakasimiz ham bor. Shoshilinglar, ko'chatlarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar 7700 raqamiga aloqa qilsanglar O'zbekiston barcha viloyatlariga yetkazib beramiz. Bizda boshqa turdagi mevali ko'chatlarimiz ham bor. Xarid qilmoqchi bo'lganlar like bosib, podpiskani bosib qo'yamiz albatta.